Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim va shoshilinch bir mavzuni muhokama qilamiz. Agar hozirda nafaqaga chiqishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, yaqinlaringiz pensiya yoshida bo'lsa yoki shunchaki kelajagingiz haqida qayg'urayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Men sizga juda muhim yangilik haqida gapirib bermoqchiman. Bu sizning pensiyangizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Bu ma'lumotni oxirigacha eshitmasangiz, moliyaviy barqarorligingiz xavf ostida qolishi yoki kutilmagan qiyinchiliklarga duch kelishingiz mumkin. Shuning uchun iltimos, videoni diqqat bilan tomosha qiling, har bir so'zga e'tibor bering. Va albatta hoziroq kanalga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang, chunki bu ma'lumot ko'proq odamlarga yetib borishi juda muhim. Muammoning mohiyati xo'sh, muammo nimada va nima uchun bu xabar shoshilinch? So'nggi yillarda mamlakatimizda ijtimoiy himoya tizimi, xususan pensiya ta'minoti sohasida ulkan islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlar asosan tizimni shaffoflashtirish, adolatni ta'minlash va fuqarolarga qulaylik yaratishga qaratilgan. Ilgari pensiya tayinlash jarayoni ko'pincha murakkab byurokratik jarayonlar, qog'ozbozlik va uzun navbatlar bilan bog'liq edi. Fuqarolar pensiya jamg'armasi bo'limlariga borib, ko'plab hujjatlarni qo'lda topshirishlari, har bir hujjatning haqiqiyligini tekshirishni uzoq kutishlari kerak edi. Ba'zan, ayniqsa, uzoq yillar oldin ishlaganlikka oid ma'lumotlar arxivlarda topilmay qolsa yoki korxonalar tugatilgan bo'lsa, fuqarolarning mehnat stajini tasdiqlashda jiddiy muammolar yuzaga kelardi. Bu esa odamlarning haqli pensiyalarini olishini kechiktirib, ularning hayotida katta noqulayliklar tug'dirardi. Bugungi kunda esa vaziyat tubdan o'zgardi. Pensiya tizim bosqichma-bosqich raqamlashtirilmoqda. Endi ko'plab ma'lumotlar elektron tarzda, yagona axborot tizimlarida saqlanadi. Elektron mehnat daftarchasi joriy etildi. Bu esa har bir fuqaroning mehnat stajini avtomatik tarzda qayd etib borish imkonini beradi. Biroq, aynan shu raqamlashtirish jarayoni va yangi qoidalar ba'zi fuqarolar uchun kutilmagan qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Ko'p odamlar eski qoidalarga ko'ra hamma narsa joyida deb o'ylashadi. Ammo amalda ular pensiya tayinlashda kutilmagan talablar va cheklovlarga duch kelishmoqda. Eng muhimi shundaki, yangi tizimda har bir ma'lumotning aniqligi va hujjatlarning to'g'ri rasmiylashtirilganligi mutlaq ustuvor ahamiyatga ega bo'lib qoldi. Eski hujjatlardagi kichik xatolar yoki ma'lumotlardagi nomuvofiqliklar ham endilikda jiddiy to'siq bo'lishi mumkin. Bu shoshilinch xabarning asosiy sababi shuki, ko'plab fuqarolar bu o'zgarishlardan bexabar. Tijda ularning pensiya arizalari rad etilmoqda yoki pensiya miqdori kutilgandan ancha kam bo'lmoqda. Shu sababli har bir inson o'z pensiya huquqlarini to'liq bilishi va tegishli choralarni ko'rishi juda muhim. Batafsil tahlil. Nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olishi va kim xavotir olmasligi kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Bu o'zgarishlar sizning pensiyangizga qanday ta'sir qiladi va siz nimalarni bilishingiz kerak? Kim xavotirga tushishi kerak va kimning pensiya ta'minotida hech qanday muammo bo'lmaydi? Bu savollarga batafsil javob beraman. Birinchidan, yangi qoidalarga ko'ra, pensiya tayinlash uchun mehnat stajini tasdiqlovchi hujjatlarga qo'yiladigan talablar keskin kuchaytirilganini yodingizda tuting. Ilgari hatto ayrim ma'lumotlar to'liq bo'lmaganda ham inson faktik ravishda ishlaganini tasdiqlovchi boshqa dalillar, guvohliklar, ish joyidan ma'lumotnomalar va hokazo qisman qabul qilinishi mumkin edi. Endi esa har bir mehnat davri, har bir ish joyi tegishli tartibda rasmiylashtirilgan, muhr va imzo bilan tasdiqlangan hujjatlar, xususan mehnat daftarchasidagi yozuvlar yoki elektron mehnat daftarchasi ma'lumotlari orqali tasdiqlanishi shart. Agar ma'lumotlar elektron tizimda mavjud bo'lmasa, qog'oz shaklidagi hujjatlarning yuridik ahamiyati yanada ortadi. Biroq ularning har biri qat'iy tekshiriladi. Kim xavotirga tushishi kerak? Birim, isi yoshdan oshgan fuqarolar. Ayniqsa pensiya yoshiga yaqinlashayotganlar. Agar siz 1990 yillardan oldin yoki keyinroq Sovet ittifoqi davrida yoki mustaqillikning dastlabki yillarida turli korxonalarda, kolxozlarda, fermer xo'jaliklarida ishlagan bo'lsangiz va o'sha davrdagi mehnat daftarchangizdagi yozuvlarga ishonchingiz komil bo'lmasa yoki korxona tugatilgan bo'lsa, siz diqqatli bo'lishingiz kerak. Ko'pincha o'sha davrlarda hujjatlar to'g'ri yuritilmagan, muhrlar noto'g'ri bosilgan yoki yozuvlarda xatolar bo'lgan. Agar sizning mehnat daftarchangizda bunday kamchiliklar mavjud bo'lsa, pensiya jamg'armasi xodimlari sizning stajingizni tasdiqlashda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin.
Aslında misol bir Ahmet Aybis Akaş yoshda 1910 yillarda va 1990 yillarning boshlarida ikki turli kolxozda jami 7 yil ishlagan. Uning mehnat daftarchasida bu kolxozlardagi yozuvlar bor, lekin muhrlar aniq bosilmagan. Ba'zi sana ma'lumotlarda ham xatoliklar mavjud. O'sha kolxozlar esa uzoq vaqt oldin tugatilib, hujjatlari arxivga topshirilmagan yoki yaroqsiz holga kelgan. Ahmad aka pensiya olish uchun murojaat qilganida bu 7 yillik staji tasdiqlanmadi. Natijada uning pensiya miqdori kutilganidan ancha kamayib ketdi. Chunki yetarli staj bo'lmagani uchun. Agar u bu muammoni oldindan bilganida sud orqali yoki boshqa yo'llar bilan stajni tasdiqlashga harakat qilishi mumkin edi. Bu vaziyatda Ahmad aka 7 yillik stajni tasdiqlay olmaganligi sababli. Uning pensiyasi oylik 22 ming so'm o'rniga 9,20 ming so'm bo'lib qoldi. Bu esa oilasi uchun sezilarli moliyaviy yo'qotishdir. 2. Asrilik mehnat faoliyati uzilishlar bo'lganlar yoki norasmiy ravishda ishlaganlar. Asrilik agar sizning mehnat stajingizda rasmiy ish joyi bo'lmagan davrlar mavjud bo'lsa, masalan, oila a'zolariga qarash, chet elda ishlash, rasmiy ro'yxatdan o'tmasdan yoki tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib, tegishli soliqlar va ijtimoiy to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirmagan bo'lsangiz, sizning pensiya stajingizda kamchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Pensiya tayinlashda faqat ijtimoiy to'lovlar amalga oshirilgan davrlar hisobga olinadi. Misol 2. Gulnora opa 25 yoshda ko'p yillar davomida uy bekasi bo'lgan, ammo farzandlariga g'amxo'rlik qilish davrida rasmiy ish joyi bo'lmagan. Uning 2 ta farzandi bor va ilgari bolaga qarash davri muayyan shartlar asosida stajga qo'shilishi mumkin edi. Biroq yangi qoidalarga ko'ra bu davrlarni stajga qo'shish uchun qo'shimcha tasdiqlovchi hujjatlar talab etilishi yoki bunday davrlar uchun pensiya tayinlashda alohida qoidalar qo'llanilishi mumkin. Agar Gulnora opa bu nuanslarni bilmasa va bolalarining tug'ilganlik haqidagi guvohnomalarini yoki turmush qurganlik haqidagi hujjatlarni o'z vaqtida taqdim etmasa, uning pensiya staji yetarli deb hisoblanmasligi mumkin. Uning misolida agar 5 yillik staj tasdiqlanmasa, uning pensiya miqdori 2,5 ming so'mdan 700 ming so'mga tushib ketishi mumkin. O'tu tadbirkorlar va yakka tartibdagi tadbirkorlar. Asrilik agar siz tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullangan bo'lsangiz, pensiya jamg'armasiga muntazam ravishda ijtimoiy soliq to'lab kelganingizga ishonch hosil qilishingiz kerak. Ko'pchilik tadbirkorlar soliq yukini kamaytirish maqsadida minimal to'lovlarni amalga oshiradilar. Bu esa kelajakda pensiya miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuningdek, ba'zi tadbirkorlar to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirmasliklari yoki umuman to'lamasliklari mumkin. Bunday holatda sizning tadbirkorlik davringiz stajga kirmaydi. Misol uchun Jamshid aka 60 yoshda so'nggi 15 yil davomida yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ishlagan. U pensiya jamg'armasiga muntazam ravishda eng kam miqdorda ijtimoiy soliq to'lagan. Endi pensiyaga chiqqanda uning staji yetarli bo'lsa ham pensiya miqdori juda past bo'lishi aniqlandi. Chunki pensiya miqdori to'langan ijtimoiy soliqlar miqdoriga bevosita bog'liq. Agar Jamshid aka yuqoriroq miqdorda to'lovlar amalga oshirganida, uning pensiyasi sezilarli darajada yuqori bo'lardi. Uning pensiyasi misol uchun 1,5 ming so'm bo'lishi mumkin edi. Biroq minimal to'lovlar tufayli 900 ming so'm bo'lib qoldi. Kim xavotir olmasligi kerak? Davlat tashkilotlarida uzluksiz ishlagan va barcha ma'lumotlari raqamlashtirilgan fuqarolar. Agar siz davlat sektorida uzluksiz ishlagan bo'lsangiz va sizning mehnat faoliyatingiz haqidagi barcha ma'lumotlar elektron mehnat daftarchasi tizimiga to'liq va xatosiz kiritilgan bo'lsa, siz xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Sizning ma'lumotlaringiz pensiya jamg'armasi tizimida avtomatik ravishda mavjud bo'ladi va pensiya tayinlash jarayoni tez va muammosiz kechadi. Asrilik misol Sardor aka 60 yoshda 35 yil davomida uzluksiz tibbiyot sohasida ishlagan. Uning barcha mehnat yozuvlari elektron mehnat daftarchasida to'liq aks etgan va pensiya jamg'armasi tizimida mavjud. Sardor aka pensiya tayinlash uchun murojaat qilgan edi. Uning arizasi bir necha kun ichida ko'rib chiqildi va unga to'liq pensiya tayinlandi. Uning misolida pensiya 2500 ming so'mni tashkil etdi. Bu esa uning ish haqi va stajiga mutanosib edi. 2. Yaqin yillarda nafaqaga chiqqan va pensiya ta'minotida hech qanday muammo bo'lmagan fuqarolar. Agar siz yaqinda nafaqaga chiqqan bo'lsangiz va pensiya tayinlash jarayonida hech qanday muammoga duch kelmagan bo'lsangiz, demak, sizning hujjatlaringiz va ma'lumotlaringiz tartibda bo'lgan.
Ushbu yangi qoidalar asosan oldingi davrlardagi hujjatlardagi kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilganligi sababli siz uchun jiddiy o'zgarishlar kutilmaydi. Shunday qilib, agar sizning mehnat faoliyatingizda yuqorida sanab o'tilgan xavfli davrlar mavjud bo'lsa, o'z vaqtida choralar ko'rish juda muhimdir. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar pensiya ta'minoti tizimi juda murakkab bo'lib, uning ichida ko'plab istisnolar, kutilmagan tuzoqlar va noaniq nuanslar mavjud. Ularni bilish sizni kelajakda ko'plab muammolardan qutqarishi mumkin. Birin, istisnolar, nogironligi bor shaxslar va urush qatnashchilari. Ushbu toifadagi fuqarolar uchun pensiya tayinlashda alohida qoidalar amal qiladi. Ularning staji va pensiya miqdori hisob-kitobida imtiyozlar nazarda tutilgan bo'lib, ba'zi talablar ular uchun yumshoqroq bo'lishi mumkin. Misol uchun, mehnat staji talablari pastroq bo'lishi yoki stajga qo'shiladigan davrlar ko'proq bo'lishi mumkin. Agar siz shu toifaga kirsangiz, o'zingizga tegishli barcha imtiyozlarni aniqlashtirishingiz shart. Ko'p bolali onalar. Ba'zi hollarda ko'p bolali onalar uchun pensiya yoshi kamaytirilishi va bolaga qarash davrlari stajga qo'shilishi mumkin. Biroq bu har bir bola uchun emas, balki qonunchilikda belgilangan cheklovlar va talablar asosida amalga oshiriladi. Farzandlarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomada mollarining to'g'riligi va oilaviy ahvolni tasdiqlovchi hujjatlarning mavjudligi juda muhimdir. O'ta og'ir va zararli sharoitlardagi mehnat staji ba'zi kasblar uchun, masalan, shaxtyorlar, kimyo sanoat ishchilari va boshqalar uchun imtiyozli pensiya ta'minoti nazarda tutilgan. Bunday holatlarda mehnat stajining har bir yili 1,5 yoki 2 yilga tenglashtirilishi mumkin. Biroq bu kasblarning ro'yxati qonun bilan qat'iy belgilangan va bu davrlarni tasdiqlovchi hujjatlar, ish joyidan ma'lumotnoma, mehnat sharoitlari haqidagi hujjatlar qat'iy talab qilinadi. Tuzoqlar, noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan hujjatlar bu eng keng tarqalgan tuzoqdir. Pensiya jamg'armasiga topshiriladigan hujjatlarda ism, sharif, tug'ilgan sana, ishga kirish va ishdan bo'shash sanalari, lavozim nomlari va boshqa ma'lumotlarda kichik bir harf yoki raqam xatosi bo'lsa ham, bu hujjat haqiqiy deb topilmasligi mumkin. Misol uchun, mehnat daftarchasida familiyangiz Aliyev deb yozilgan bo'lsa, pasportda esa Aliyev emas, balki Aliyev deb yozilgan bo'lsa, pensiya jamg'armasi xodimlari bu farqni aniqlashni talab qilishlari mumkin. Bunday holatlarda sudga murojaat qilish yoki ma'lumotnomalar olish talab qilinadi. Bu esa jarayonni uzoq vaqtga cho'zib yuboradi. Ashq muddati o'tgan hujjatlar, pasportingizning amal qilish muddati o'tgan bo'lsa, yoki oilaviy ahvolingizni tasdiqlovchi hujjatlar, nikoh guvohnomasi, ajrim guvohnomasi eski namunadagi bo'lsa va ularni yangilash talab qilinsa, bu ham pensiya tayinlashni kechiktirishi mumkin. Hujjatlarning dolzarbligiga e'tibor bering. Norasmiy manbalarga ishonish, turli xil yordamchi yoki vositachi shaxslarning xizmatlaridan foydalanish pensiya tayinlash jarayonida jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Pensiya ta'minoti masalalari bo'yicha faqat rasmiy organlar, pensiya jamg'armasi, fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organlari, arxivlar bilan ishlash kerak. Noto'g'ri maslahatlar yoki firibgarlik qurboni bo'lishdan ehtiyot bo'ling. Elektron mehnat daftarchasidagi ma'lumotlarni tekshirmaslik. Ko'pchilik o'zining elektron mehnat daftarchasiga kiritilgan ma'lumotlarni hech qachon tekshirmaydi. Bu katta xato. Agar sizning ba'zi mehnat davrlaringiz bu tizimga kiritilmagan bo'lsa, siz pensiyaga chiqqaningizda bu davrlar stajga qo'shilmasligi mumkin. Bu esa pensiya miqdorining kamayishiga yoki hatto pensiya tayinlashning rad etilishiga olib kelishi mumkin. 3. Noaniq nuanslar. Arxiv hujjatlarining ahamiyati. Agar siz 1990 yillar yoki undan oldingi davrlarda ishlagan bo'lsangiz va korxona tugatilgan bo'lsa, sizning mehnat tajingizni tasdiqlash uchun arxivlardan ma'lumot olish juda muhim. Hududiy arxivlar yoki shahar arxivlariga murojaat qilish orqali siz o'zingizning ish haqingiz va mehnat stajingiz haqida ma'lumotnomalar olishingiz mumkin. Bu jarayon bir necha hafta yoki hatto oylarni olishi mumkin. Shuning uchun bunga oldindan tayyorgarlik ko'rish lozim. Ish haqi ma'lumotlari va pensiya miqdoriga ta'siri. Pensiya miqdori faqat mehnat stajiga emas, balki pensiyaga chiqishdan oldingi ma'lum bir davrdagi o'rtacha ish haqingizga ham bog'liq. Agar siz o'sha davrda minimal ish haqi bilan ishlagan bo'lsangiz yoki norasmiy daromad olgan bo'lsangiz, bu sizning pensiya miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Pensiya jamg'armasi nafaqat stajni, balki sizning rasmiy ish haqingizni tasdiqlovchi hujjatlarni ham talab qiladi.
ijtimoiy pensiya va yoshga doir pensiya o'rtasidagi farq. Agar sizning mehnat stajingiz yetarli bo'lmasa, sizga yoshga doir pensiya emas, balki ijtimoiy pensiya tayinlanishi mumkin. Ijtimoiy pensiya odatda ancha past miqdorda bo'ladi va bu odatda siz kutgan pensiya miqdoridan sezilarli farq qiladi. Bu farqni tushunish va oldindan bilish moliya rejalaringizni to'g'ri tuzishga yordam beradi. Ijtimoiy pensiya fuqarolarga davlat tomonidan beriladigan eng kam ta'minot bo'lib, uning miqdori belgilangan eng kam pensiya miqdoriga teng bo'ladi. Chet elda ishlash davrlarini hisoblash. Agar siz chet elda ishlagan bo'lsangiz, bu davrlarni O'zbekistondagi pensiya stajiga qo'shish uchun maxsus tartiblar mavjud. Ba'zi davlatlar bilan O'zbekistonning ijtimoiy ta'minot sohasida ikki tomonlama shartnomalari bor. Agar bunday shartnoma mavjud bo'lmasa, siz chet elda to'lagan ijtimoiy to'lovlaringizni tasdiqlovchi hujjatlarni pensiya jamg'armasiga taqdim etishingiz va ularning haqiqiyligini tasdiqlashingiz kerak bo'ladi. Bu juda murakkab jarayon bo'lishi mumkin va avvaldan pensiya jamg'armasi mutaxassislari bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. Amaliy maslahatlar nima qilishingiz kerak, endi esa eng muhim qism. Bu qiyinchiliklarga duch kelmaslik va pensiyangizni muammosi olish uchun siz nima qilishingiz kerak? Sizga aniq va bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Asterisk 1000 qadam. Elektron mehnat daftarchangizdagi ma'lumotlarni tekshiring. Bu birinchi va eng muhim qadam. Hozirda har bir fuqaro o'zining elektron mehnat daftarchasidagi ma'lumotlarni tekshirishi mumkin. Bu ma'lumotlarni internet orqali Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov uz orqali yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga shaxsan murojaat qilib olishingiz mumkin. Barcha ish joylaringiz ishga kirish va bo'shash sanalari lavozimlaringiz to'g'ri kiritilganligiga ishonch hosil qiling. Agar elektron daftarchada biror bir kamchilik yoki xato topsangiz, masalan ishlamagan davrlar stajga kiritilgan bo'lsa yoki aksincha ishlagan davrlar kiritilmagan bo'lsa, zudlik bilan ish beruvchingizga, agar korxona hali faol bo'lsa yoki pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Bu ma'lumotlarni o'z vaqtida tuzatish juda muhim. Asterisk 2 qadam. Mehnat daftarchangiz va boshqa asosiy hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Qog'oz shaklidagi mehnat daftarchangizni diqqat bilan o'rganib chiqing. Undagi barcha yozuvlar aniq, muhrlar ravshan va imzolanganmi? Barcha ma'lumotlar to'g'ri kiritilganmi? Ismingiz, familiyangiz, otangizning ismi pasportingizdagi to'liq mos keladimi? Agar mehnat daftarchangizda o'chirishlar, tuzatishlar, aniq bo'lmagan yozuvlar yoki muhrlar bo'lsa, bu davrlar bo'yicha qo'shimcha tasdiqlovchi hujjatlar, ish joyidan ma'lumotnomalar, arxiv ma'lumotnomalari talab qilinishi mumkin. Pasportingiz, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, nikoh guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, oliy yoki o'rta maxsus ta'lim diplomlari, agar o'qish davri stajga qo'shiladigan bo'lsa, kabi asosiy hujjatlaringizning barchasi haqiqiy ekanligiga va muddati o'tmaganligiga ishonch hosil qiling. Stajingizda kamchiliklar bo'lsa, arxivlardan ma'lumot so'rang. Agar sizning mehnat stajingizda ayniqsa 1990 yillargacha yoki 2005 yilgacha bo'lgan davrlarda bo'shliqlar mavjud bo'lsa va o'sha korxonalar tugatilgan bo'lsa, zudlik bilan hududiy arxivlarga murojaat qiling. Arxivlardan sizning ish haqingiz va ishlagan davrlaringiz haqida ma'lumotnomalar olishingiz mumkin. Bu jarayon biroz vaqt talab qiladi. Shuning uchun pensiya yoshingizga yetmasdanoq ushbu masalani hal qilishga kirishing. Arxivga murojaat qilish uchun sizdan pasport nusxasi, mehnat daftarchasi nusxasi va ish joyi hamda davri haqida iloji boricha aniq ma'lumotlar talab qilinishi mumkin. 4 qadam. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Barcha hujjatlaringizni to'plagan va ma'lumotlaringizni tekshirib chiqqaningizdan so'ng, eng yaxshisi pensiya yoshingizga yetishingizdan 6-13 oy oldin pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga borib, mutaxassis bilan maslahatlashing. Ular sizning shaxsiy holatingizni ko'rib chiqib, qanday hujjatlar kerakligini, stajingizda kamchiliklar bormi yoki yo'qmi aniq aytib berishadi. Ular sizning ish haqingizni hisoblash uchun kerak bo'ladigan ma'lumotnomalar yoki boshqa hujjatlarni to'plash bo'yicha ham yo'l yo'riq ko'rsatishadi. Asosiy beqadam. Zarur hujjatlarni to'plang va ularni to'g'ri rasmiylashtiring. Odatda pensiya tayinlash uchun quyidagi hujjatlar talab qilinadi. Bu ro'yxat sizning shaxsiy holatingizga qarab farq qilishi mumkin. Pasport, asli va nusxasi elektron mehnat daftarchasidan ko'chirma my.gov uz orqali olinadi. O'rtacha ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma oxirgi ish joyidan yoki pensiya jamg'armasi talabiga binoan diplom
Agar o'qish davri stajiga qo'shilsa, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, nikoh guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, bolalarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari ko'p bolali onalar uchun. Nogironlik haqidagi ma'lumotnoma, urush qatnashlik guvohnomasi va boshqalar. Har bir hujjatning nusxasi asl nusxasi bilan birga taqdim etilishi va kerak bo'lsa, notarius tomonidan tasdiqlanishi talab etilishi mumkin. Pensiya jamg'armasining talablarini diqqat bilan o'qing. Bastirish 6 qadam. Pensiya uchun ariza yozishda e'tibor berish kerak bo'lgan jihatlar. Bastirish. Pensiya arizasini to'ldirishda barcha ma'lumotlarni aniq va to'g'ri kiritganingizga ishonch hosil qiling. Xato ma'lumotlar arizangizning qaytarilishiga yoki rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Ariza bilan birga topshiriladigan hujjatlarning to'liq ro'yxatini shakllantiring va har bir hujjatning mavjudligini tekshiring. Arizani topshirganingizda uning qabul qilinganligi haqida sizga xizmat ko'rsatilganligi to'g'risida tasdiqnoma yoki kvitansiya berilishiga ishonch hosil qiling. Bu kelajakda muammolar yuzaga kelganda sizning huquqlaringizni himoya qilishga yordam beradi. 7 qadam. Sabrli bo'ling va jarayonni kuzatib boring. Pensiya tayinlash jarayoni ma'lum vaqt olishi mumkin. Barcha ma'lumotlar tekshiriladi. Ba'zida qo'shimcha so'rovlar yuborilishi mumkin. Shuning uchun sabrli bo'ling, lekin jarayonni doimiy ravishda kuzatib boring. Agar uzoq vaqt davomida javob olmasangiz, pensiya jamg'armasining tegishli bo'limiga murojaat qilib, ishingizning holatini so'rang. Xulosa, hurmatli do'stlar. Pensiya jamg'armasining bu shoshilinch xabari, ya'ni pensiya tizimidagi o'zgarishlar va qoidalar har bir fuqaro uchun juda muhimdir. Kelajagingizni ta'minlash va munosib pensiyani olish uchun proaktiv bo'lishingiz. Hujjatlaringizni oldindan tartibga solishingiz va yangi talablar bilan tanishishingiz shart. Unutmang, ehtiyotkorlik va o'z vaqtida harakat qilish sizni ko'plab bosh og'riqlardan va moliyaviy yo'qotishlardan qutqaradi. Pensiya ta'minotingizni tashkillashtirishni oxirgi daqiqaga qoldirmang. Umid qilamanki, bugungi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. O'z fikrlaringizni, savollaringizni yoki shaxs tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa odamlarga ham yordam berishi mumkin. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Chunki bu yerda siz kelajakda ham shu kabi muhim va foydali ma'lumotlarni topishingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat va kelajagingiz porloq bo'lsin.